Eng qiziq joyi O'zbekistonda 55 va 60 yoshlar nafaqaga chiqish yoshi, 60 yosh, ayollarga 55 yosh. Xotiram farq emas. Ma'lum bir kasb egalari bor, ertaroq chiqishadi. O'rtacha yosh umr ko'rish O'zbekistonda 67 ga, boring 70 yosh deydi. 70 yosh. 40 yil ishlashadi 7 yil nafaqa olish uchun. Qarasizlar? O'rtacha 20 yoshda ishga kiradi. 40 yil ishlaydi, 60 ga kirgandan keyin nafaqaga chiqadi. Bir 7 yil, 10 yil maksimum yashab vafot etadi. Qarang, ishlaydigan odamlar bor, ishlatadigan odamlar. Men aytmoqchimanki, farzandlaringiz shunaqa bo'lib qolishmasin. Ya'ni siz bilan bizga o'xshab qolishmasin. Ular ishlaydigan emas, ishlatadigan bo'lishsin. Lekin qarang aka, ishlaydiganlarni o'zi, xudo olib qarasangiz, o'sha o'qigan diplomi borlar-ku. Ishlamaydiganlar